So'rini remont qilganimda ushbu eshik kraskalanmay qolib ketgan edi. Bugun shuni nihoyalab qo'ydim. Birinchi yaxshilab artib tozaladim, keyin kraska qildim. Har bir farzandni, xoh o'g'il bo'lsin, xoh qiz, eng katta orzularidan biri ota-onasini haj va umra safariga yuborish, to'g'rimi? Anchadan beri ishonchli va qonuniy faoliyat yuritadigan turfirma izlayotgan edim va nihoyat topdim. Ixlos Travel bizga 14 kunlik unutilmas umra safarini taklif qilyapti. Narxlar $850 boshlanadi va uni ichiga aviabilet, borish-kelish, 3 mahal ovqat, tajribali 50 boshlar, umra vizasi, undan tashqari ziyoratchilar uchun kamzur, bejik va sumkalar, ayollar uchun ro'mol, har bir ziyoratchiga 5 litrdan zamzam suvi va boshqa hadyalar beriladi. Mehmonxonalar Makkada 3 kun qolinadi, Masjidul Nabaviydan 70 metr uzoqlikda, Makkada 11 kun qolinadi, Masjidul Haramdan 800 metr masofada joylashgan. Bonus ekskursiyalar Madina shahrida Qubo, Qiblatayn masjidi, Uhud tog'i, Qur'on bosmaxonasi, Hurmo bog'i, islomiy muzeylar, Makka shahrida Arafat, Mino, Muzdalifa, Nur va Savr tog'lari, undan tashqari Jidda shahrida Qizil dengiz bo'yiga ham ekskursiya mavjud. Telegram kanaliga har kuni ziyoratchilarning videolari tashlab boriladi. Ixlos Travel bilan umra safarimiz osonroq va qulayroq.